Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bugungi videomiz yo'l harakati bilan bog'liq ayrim huquqbuzarliklar uchun ma'muriy ogohlantirish qo'llash haqida bo'ladi. Qonunchilikdagi yangiliklar. Yo'l harakati bilan bog'liq ayrim huquqbuzarliklar uchun ma'muriy ogohlantirish qo'llanadi. Qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Unga ko'ra, yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq kam ahamiyatli huquqbuzarliklar uchun ma'muriy ogohlantirish jazosi qo'llanilishi belgilandi. Ma'muriy ogohlantirish huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni qonunga xilof xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirgan holda unga rasmiy tanbeh berishdir. Ma'muriy ogohlantirish yozma, elektron ravishda qo'llanadi. Ma'muriy ogohlantirish kodeks 125-moddasining 1 va 2 qismlarida 128 prim 1, 128 prim 2, 128 prim 6, 135 prim 1 moddalari hamda 138-moddasi 1 va 2 qismlarida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan shaxslarga nisbatan qo'llanadi. Bunda shaxs o'z qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lganda, shuningdek kodeksda nazarda tutilgan boshqa huquqbuzarliklar alomatlari bo'lmaganda, ma'muriy jazo chorasini qo'llashga vakolatli organ tomonidan qo'llaniladi. Ma'muriy ogohlantirish ayni bir shaxsga nisbatan 1 yil davomida bir martadan ortiq qo'llanilishi mumkin emas. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: huquqiy axborot.